Xayrli kun, Agroto Holdingsi ashaddiy obunachilar do'stlar. Sizlarga bugungi obzorimiz 76 kishilik Farmlet brendi ostida kelgan, o'zi tagi Deutsche kompaniyasining traktori faqat Xitoydagi zavodida yig'ilganligi uchun Farmlet brendi bilan kelgan 704, ya'ni 76 kishilik traktorimiz. Traktorimizni motor qismidan boshlaymiz. Ko'pchilikka qiziq bo'lgan faralari ham ajoyib bo'ladi. Kechirib yurganda qiynalmaysizlar. Akkumulyator turadigan joy oldida toshlari bilan jihozlangan, mabodo orqada pullik agregatlar qo'shadigan bo'lsanglar, 4 silindrli apparatura hisoblanadi do'stlar. Atmosferniy motor bo'ladi. Transmissiya qismi buni полностью italyanskiy savmesni ishlangan Dana kompaniyasi bilan birga. Orqa balonlarda даже toshlarigacha qo'yilgan. Mana toshlariga alohida e'tibor berasa, 40 kg toshlar Deutsche kompaniyasining mahsuloti hisoblanadi. Do'stlar, naveska qismi ham 2 tonnagacha bo'lgan bemalol agregatni ko'tarib harakatlana oladi. Ikkita silindrli qilingan, qo'llari ham baquvvat. Undan tashqari telesi taqadigan hamma agregati bor. FOM 540 ming оборотda aylantirib bemalol press-подворчикni xohlagan narsani olsalar bo'ladi. Eng asosiysi, bu traktorimiz O'zbekistonda necha yildan beri o'zini oqlab ishlab kelayotgan traktor hisoblanadi. Kapotni yoqib, buni bitta dovushlarini ham eshitib sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Vazufli qismi ham do'stlar separat qilingan, chunki chang joylar bo'lishi mumkin. Chang joylar bo'lsa tepadan so'rib pastgacha olib tushib, chista qilib keyin bemalol ishlatsanglar ham bo'ladi. Traktorni bismillah. Reversivni hisoblanadi. Italyanskiy korobka передачалар bilan jihozlangan, 4 uzatmali, 4 pog'onali qilib hisoblangan. Mana пониженный, повышенный bor, toshbaqa quyon deganlari mana 4 portionli bemalol 4 pog'onali, reversivni mana period nazoratlarigacha bor. Misol uchun 4-skorda oldinda yurib to'xtatib, xuddi shuni orqaga qilsalar, xuddi shu tezlikda orqaga bemalol harakatlana oladigan traktor hisoblanadi. Dovushini ham eshitib ko'ramiz buni. Xalastoy qilib. Haqiqiy traktorni ta'mini his qilasizlar bunda. Bemalol tovushlarni eshitib maza qilib ko'rsanglar bo'ladi. Haydab ham ko'rsatib berishim mumkin bo'lsa. Mana reversivni bemalol qaranglar, oldin ko'taradigan traktor. Bemalol sakrayman deyapti. Ko'rdim. Ko'ryapsizlarmi? Mana o'zi tortib ketaman deb. Oldin ham ko'tarib yuboraman. Xuddi shu ko'rsa mana orqaga tushsanglar, orqaga ham bemalol harakatlana oladi. 3ta, hozir 2-skor, 3-skorda ham hayda oldiga ham mana. Xuddi shu ko'rsa mana orqaga bitta ichak yordamida. Bemalol 40 Bunlar gidravlitsik hisoblanadi. Traktorimiz yarim kalta zavod bo'lib, rullari gidravlitsik mexanizator uchun qulay, hech qanaqa tor qilinmagan, hammasi disiplinalari ishlagandan keyin bundan ham yumshoq bo'ladi mana. Ko'ryapsizmi? Yarim kalitda bemalol bitta любой скоростga solib, mana bu bilan boshqarasizlar bo'ldi. Mana oldinga, mana orqaga bemalol hech qanaqa qiyinchiliklarsiz bemalol mazza qilib, oqib yursanglar ham bo'ladi bunaqa traktorda mana. Xohlagancha harakat qilsa bo'ladi. Kaziroklarigacha bor. Xohlagan uchun agar bo'yi balandroq ferma to'g'ri keladigan bo'lsa, mana uziladigan joy bor, uzib olib bemalol xohlagan dala bo'ladimi, olmazormi, misol uchun uzumzormi, buni asosiy ko'proq bodomzor mana shunaqalarga ko'p oladigan talab ko'p. Bunaqa traktorlarning seriyasi faqat Agroto Holdingsda bo'ladi, chunki bu kompaniyani biz mana shu Farmletni ofitsial O'zbekistondagi dilleri hisoblanamiz. Bemalol bu traktorda 220 ot kuchigacha bo'lgan va undan yuqorilarini ham zakaz qilsanglar olib kelib beramiz. Hozirda sotuvda 220 ot kuchigacha bor. 40 ot kuchidan 220 ot kuchigacha bo'lgan traktorlarimiz sotuvda mavjud. Undan kattarog'ini xohlaganlar uni ham shartnoma asosida kelishgan holatda olib kelib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xullas, transmissiya qismi
Italiyani bilan qo'shma korxonada ishlangan, Yuchay motor bilan jihozlangan, 4 silindrli atmosferli dizel dvigatel bilan jihozlangan. Toshlari bor, naveska qismi yaxshi ishlaydi. Asosiysi traktorga 1,5 ming martachas yoki 3 yil garantiya beramiz traktorda. Undan tashqari traktor olgan mijozimizda O'zbekiston bo'yicha dastavkasi mutlaqo tekin qilib qo'yganmiz. Muxlislarimizga, ya'ni oladigan fermer akalarga eng qiziq joyi Agroto Holdingsda servis o'ta kuchli rivojlangan va bizda 24 soatdan 48 soat mobaynida O'zbekistonda любой hududda servis jamoamiz borib, любой muammoni bartaraf qilib kelamiz. Undan tashqari oladigan mijozlarimizga Agroto Holdingsda 0% lizing asosida 1 yildan 2 yilgacha har 3 oyda bo'lib to'lash imkoniyatiga ham ega bo'lasizlar do'stlar. O'sha eng muhim jihatlardan biri. Nima kerak fermerga? Puli muhim, oyma-oy to'lish, servisi muhim. Mana hammasi bir joyda mujassamlashgan. Bunaqa imkoniyat faqat Agroto Holdingsda bo'ladi. Nomerlar qoldiraman, shoshib qolamiz, aloqaga chiqamiz va mana shunaqa ajoyib traktorning egasi bo'lsanglar, biz xursand bo'lamiz.